Hop. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bag'at avtomarketni hurmatli obunachilar. Bugun 27 noyabr 2025 yil. Xudo xolasa sizlarga bugun Bag'at avtomarketda turgan mashinalarni hammasini bir qator video obzorlatib beraman shu bir videoda. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Bizning mashinalarni naqd pul, avtokredit, barter shu 3 savdo turi asosida xarid etsangizlar bo'ladi. Shu 3 xil variant bor bizda. Xo'p, manzilni tushuntirib o'taman, qaranglar. Hozirdan ko'rdingizlarmi? Bag'atni gaysi bo'ladi. Nomer del gay. Shuning yon boshida joylashgan. Bag'atda salon ko'p, bizaniki gayga deyib turgani. Bemalol shu yerdan orientir olib kelsangizlar bo'ladi. Xo'p, yana bir narsa aytaman. Agar mashina sotsak bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga telefon urib, Bag'at avtomarketga kelsangizlar, bizda mashina sotib berish xizmatlari ham bor. Bag'atdanmi, Xankadanmi, nedan bo'lsam, ekrandagi nomerlarga telefon urasizlar. Akkalasizlar mashinalaringizni chiroylatib, chiroyli narxda sotib beramiz. Xo'p, esa do'stlar, video obzorini boshlayman. Birinchisi Kara Cobalt 2025 short spravka Cobalt Midnight MCM varianti bu. Mashinamiz 73 km yurgan, salondan nechgan bo'lsa, shuningni holatda turibdi. Ehtiyoji 2 nomer olinman. Desangizda bu short spravka-ku, bunga general deyilsa belli. Xo'p, yanlari qaraytirilgan. Bu yon taraflar sideniyalar koja, monitorlar qo'yilgan, podagrev sideniya, tog'i o'zgargan, 73 probeg. Bellara knopkalar qo'yilgan, xullas, o'zgarishlarni уже mencha bilib bo'ldi. Shu mashinamiz sotuvda. Narxi 171 million so'm pul. Avtokreditda mashinamizni 41 million so'm bilan chiqarib beramiz. Plus notarius gaysi отдельный bo'ladi. Oylik to'lov esa 4200 dan 5 yil chiqadi. Xo'p, endi bu yerda qaranglar do'stlar. Cobalt mexanik 2024-yil short spravka. Bilasizlar, o'zi mexanikani oxiri 24 da chiqqan. Bu oxirgi chiqqanlardan birisi. Salondan nechgan bo'lsa, shuningdek holatda turibdi. Nomer, metan seta uning nivojlari yo'q. Yurgan probegini sizlarga ko'rsataman. Xo'p, 51 km yurgan. ABS'da kelgan varianti bu, ABS'da bor. Bahosi 165 million so'mning ichida egalari birinchi nomerni olib beraman deb turibdilar. Endi qiziqqanlar ekrandagi nomerlar bilan bog'lanib, Bag'at avtomarketga kelasizlar. Men sizlarga mashina egasini chaqiraman. Mashina ustida turib, bemalol o'zlari bilan savdo qilaverasizlar. Xo'p, Captiva 2018-yil 65 ming yurgan 2.4lik motor bo'ladi bular. S7 Krasyas Radnoy Eldibufer, arka buferlarning 100% Radnoy. Probegini ham javob tekshirtirib olaverasizlar. 4 tane yumshoq balon qo'yilgan, plus propan gaz ustanovka etilgan. Salon holati ham o'ta akkuratni, idealniy sosteniyada. Mashinaning ichida kirchilgan, dosh atgan, sarapina, vakuum, uning yerlari yo'q. Вообще zo'r, akkuratni sosteniyasi o'ta beton. Xullas, bahosi 245 million so'm, 1 so'm yarim so'm kelishiladi. Ko'p emas. Avtokreditda 85 million so'm bilan chiqadi, plus notarius gaysini отдельный pul kerak. Oylik to'lov esa 6 million 800 mingdan 3 yil chiqadi. Barter bu mashinalar. Mashinalar ham nechik mashin. Ishida turgan mashinalar o'xshagan, jim mashina bo'lishi kerak. Ularga sonli mashinalar ehtiyoji, biz onli mashinalar olib sotib yurmayapmiz. Shuning uchun baholarni bilamiz, u mashinalar barter etib bilamiz. Jim mashina barter bor. Xo'p, Cobalt mexanika 2021-yil mashina 38 ming yurgan, Krassiya 100% Radnoy. Metan gazlari qo'yilgan. Ichida kirchiklar, doshlatgan yerlar yo'q. 38285 yurgan tekshirtirib olaverasizlar. Narxi 135 million so'm beramiz. Avtokredit etib olaman desangizlar, mashinamizni boshlang'ich to'lovini 36 million so'm bilan chiqarib olsangizlar bo'ladi. Oylik to'lovi 3 million 100 dan 5 yil chiqadi. Xo'p, Gentra avtomat 2023-yil 58 ming yurgan. 4-pokoleniya metan, 4 dona archa balon qo'yilgan. Poyorovka keramika bo'lgan bir qator. Xullas, mashinamiz haydash uchun tayyor. Narxi 175 million. Avtokreditda 33 million so'm bilan chiqadi. Notarius gaysi отдельный, oylik to'lovi 4 million 600 dan.
Xo'p, Gentra avtomat 2023-yil bizlyuk variant. Hamma joy bo'ladi, bilasizlar, bir dona lyuk yo'q. Metan gaz, yumshoq balonlari qo'yilgan. Xo'p, monitor qo'yilgan, oyoqkiyim politasilan sonlari akkuratni, idealni holatda. 34 000 kilometr yurgan, tekshirib olaverasizlar. Bahası 163 milyon, avtokreditda 26 milyon bilan chiqadi, plus notarius gaysi отдельный aylik to'lovi 4 milyon 600 dan. Xo'p, do'stlar, Cobalt Midnight Short Spravka 2025-yil 0 probekda qora rangi mashina o'zlarimizning oldida generalni ham beramiz. 165 milyon. Xo'p, mexanik korobka Cobalt 2024-yil 37 ming yurgan. Metan gaz, yumshoq balonlari qo'yilgan, krassiyasi родной, tekshirib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, mashina endi short spravka mana göstib o'tirmadim. Short narsani göstib shart emas. O'zi paket vech. Xo'p, bahasi 152 milyon. Avtokreditda mashinamizning boshlang'ich to'lovini 33 milyon so'm bilan chiqarib olsangiz bo'ladi, oylik to'lovi 3 milyon 700 dan. Xo'p, short spravka Midnight Cobalt 165 milyon so'm bor. Xo'p. Undasa bu tarafda short spravka Midnight 165 milyon bor. Bomb shot do'stlar. Hey, adashdim do'stlar. Qaranglar, bu shot bir dona shot boradi. Oqimdan orqa shot spravka 165 milyon so'm. Bu esa 2025 Midnight 9000 kilometr yurgan, krassiyasi родной, tayyor, LWSovga almashgan, yumshoq balon qo'yilgan, metan gaz ustanovka turgan, shumka bo'lgan. Ish Cobaltni qidirib turadi, hozir 9700 yurgan. Orqa o'tibdan keladi. Bahosini naqdda 160 ga beramiz, avtokreditda 30 milyon bilan chiqadi, oylik to'lovi 4200 dan. Xo'p, Gentra avtomat korobka 2014-yil 172 ming probek, krassiyasi eshik kriloda bor. Tekshirib olaverasizlar, strashniy va yo'q, hamma yer germetik kontashga. Metan gaz, 4 dona bo'sh balon, endi chiroyli diskalarda, alda faralar almashgan, magical pultlari bor. Mashina 4 eshikdan shumka urilgan. Monitorlar qo'yilgan, xromiy knopkalar o'zgargan, tablolar qo'yilgan, rollar almashgan, Malibu bor, chexol polik, xullas hamma joyda tayyor narsa. Motorlarida hech qanday ish yo'q, bemalol kelib haydab tekshirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Narxi 107 milyon so'm. Xo'p, Nexia 3 mexanik 2019-yil, mashina 74 ming yurgan. Bir dona eshikning o'zida krassiyasi bor, qolgan joyi родной. Metan gazlari, yumshoq balonlari o'rnatilgan. Magical pultlari bor. Salon holatlarini ko'rsangiz bo'ladi. Salonlar ham akkuratni, top-toza turibdi. Narxi 89 milyon. Xo'p. Hurmatli obunachilarimiz, Gentra mexanik 2023-yil mashina 41 ming yurgan, родной kraskada, metan gaz, yumshoq balon, avtomat korobka diskalari bilan birga qo'yilgan, tayyor narsa. Bahosini chiroylatib qo'yib beramiz. Monitorlari, oyoqdan polislar tashaltib, salonlar ham akkuratni, top-toza. Xo'p, narxini 137 milyon so'mga qo'yib beraman. Avtokreditda 23 milyonlar bilan chiqadi, oylik to'lov 3 milyon 700 dan. Xo'p, 148 milyon so'm pryamoy egadan 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mexanika 22 ming yurgan, krassiyasi родной, metan bo'sh balon qo'yilgan. Chexol poliklari gizel turibdi. Bahosi 148, gelish beradi egasiga, egasini chaqiraman. Avtokreditda 30 milyonlar bilan chiqadi, oylik to'lov 3700 dan. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, bu tarafda 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Cobaltimiz 42 ming yurgan, родной kraska. Metan bo'sh balondan mavjud. Bahosi 130 milyon beriladi, avtokreditda 38 milyon bilan chiqadi, oylik to'lov 3 milyon so'mdan. 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt, kraskasi родной, 11 ming probek, metan gazlari bor, bahosi 154 milyon so'm.
Avtokreditda 25 millionlardan chiqarib beramiz. Xo'p, Cobalt avtomat 2024 13 ming probeg, родной kraska, metan gazlari bor, tonirovkalar urilgan, ruxsatnoma ham bor. 155 million so'm. Xo'p, Cobalt avtomat 2024 30 ming yurgan kraska, родной, metan gaz, yumshoq balon, tonirovkalar urilib turib ruxsatnomasi bor, haydash uchun tayyor. Narxi 152 million. Yan tarafda Cobalt mexanik 2024-yil 25 ming yurgan kraska, родной, metan gazlari va yumshoq balonlar qo'yilgan mexanik bu do'stlar. Akkuratni top-toza narsa, bahosi 155 million so'm pul. Xo'p, endi hurmatli do'stlarimiz, Damas 2024-yil mashin 5000 yurgan, metan gazlari birinchi nomerlari olingan, tayyor, kraskasi родной, bahosini egasi 97 dan gashib beradi. Xo'p, Cobalt 2014-yil ikinchi pozitsiya 172 ming yurgan, kraskasi arka eshikining yuzunda bor, boshqa joylar родной, metan gaz, yumshoq balonlari qo'yilgan, konditsioner hamma narsasi ishlaydi. Bahosini ham chiroylatib qo'yib beraman, 84 million so'm pul qo'yib beraman. Ustida yana 1,5 so'm galishi bilan beramiz. Xo'p, Cobalt mexanika 2016-yil mana 208 ming yurgan, kraskasi родной, metan gazlari bor, yumshoq baloni qo'yilgan, kraskasi родной, bahosini 92 million so'm pul qo'yib beramiz. 2016 bu. İşte döşəl turibdi, tayyor. Muzikal pultlar ham bor ekan. Nexia'ni sotib qo'ymadik. Shu Nexia'ni xudo xolasa sizlarga bir pasportda avtokreditda chiqarib beramiz. Hali bitta ishi bor. Abiyatdan keyin taqlab qo'yib beraman. Xo'p, Gentra 2016-yil 150 ming yurgan, bir Corolla'nın yuzunda kraskasi bor, metan gazlari, bo'sh ballari qo'yilgan, 86 million so'm. Bu yon tarafda Nexia 1 2002-yil, motorlar remont bo'lgan, Sonus motor, metan gaz, balonlar endi qishni chiqaradi. Menda shu ishlari bor, kuzov taraflama, salonni yuvish kerak, tamom, boshqa ish yo'q. Bahosi 30 dan 1-2 so'mga yashib beramiz. Bir-birlarida kraskasi bor. Tikolarimiz 22 milyondan 2002-yil, 2001-yil sostenasi o'ta zo'r ikisini. Ichida shotlanq-patlanq yo'q. Endi mana zalog olib qo'yibmiz, hali odam kelmadi. Bu yon tarafda Matiz 23 million so'm 2009-yilda ishlab chiqarilgan, motorlar remont etilgan, bo'sh bollari qo'yilgan, tayyor narsa 23 million so'm pul. Inaslar ne deydi? Xo'p, Largus 2013-yil Renault motor 300 ming yurgan, kraskалары bot eshittirib olasizlar, metallari qo'yilgan, bahosi 75 dan kelishamiz. Xo'p, Hyundai Starex H1 2015 280 ming yurgan, 2.4 lik motor, benzin motor tashlagan emas, 65 likdan 2 dona propallari qo'yilgan, kraskasi arka kreloda kusok, boshqa joyi родной, motorning holati zo'r, hadoylari ham yaxshi. Narxi 215 million so'm pul. Xullas, hurmatli do'stlarimiz, Bog'ot avtomarketda turgan mashinalar hozircha ish uladi. Kimga qaysi ishi go'sgan mashinadan qaysidir biri ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlar bilan bog'lanib, Bog'ot avtomarketga kelib bemalol mashinalarimizni naqd pul, avtokredit va barter asosida xarid etaverasizlar.